Mana shu kartani hozir studentlarimga, ya'ni shogirdlarimga dars jarayonini tushuntirib o'tirgan joyi mana. Qaranglar bilan o'tirishini. Молодцы. Bugun полный bir kunimiz darsga bag'ishlaganmiz. Ya'ni qanaqa? Через день dars bo'ladi. Bir kun nazariya bilan shug'ullanamiz, bir kun praktika bilan shug'ullanamiz. Bugun dushanba kuni. Dushanba dars bo'lsa, seshanba kuni praktika bo'ladi. Praktikamiz qanaqa? Mijozlar bilan ishlaymiz. Kelib bemalol ishlarni hal qilib ketsanglar bo'ladi. Programmering va avtodiagnostika ishlarini qildirib ketsanglar bo'ladi. Bular hozir bugun mana shunaqa chip tuning darsi nazariya bilan shug'ullanadi. Chip tuning alohida tema, ebular bilan ishlash alohida tema, hamda elektrosxemalar bilan ishlash alohida tema. Bularning hammasiga bitta-bitta men inshaalloh darslarni elektrosxemalar bo'yicha ham, programmalar bo'yicha ham tushuntirib boraman.